Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil Livan chegarasidagi barcha uylarni buzib tashlamoqchi. Eron urushni tugatishga tayyor, ammo bir sharti bor. Sabr chegarasiga yetdi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi rasman urushga kirmoqchi. Xitoy va Pokiston Erondagi urushni tugatish bo'yicha reja ishlab chiqdi. Tramp urush 2 yoki 3 hafta ichida tugashini aytdi. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Isroil Livan chegarasidagi barcha uylarni buzib tashlamoqchi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz 31 mart kuni Livan bilan chegara yaqinidagi qishloqlarda joylashgan barcha uylar buzib tashlanishini ma'lum qildi. Isroil shimolida xavfsizlik to'liq ta'minlanmaguncha mamlakat janubini tashlab ketgan 600 ming aholining o'z uylariga qaytishiga ruxsat berilmaydi. Katz Livan janubida buffer zona tashkil etish rejalarini yana bir bor tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi Hizbulloh guruhiga qarshi urush yakunlangach, Isroil Litaniy daryosigacha bo'lgan hudud ustidan nazoratni o'zida saqlab qoladi. Litaniy daryosi Isroil chegarasidan 30 kilometr shimolda, O'rta Yer dengiziga quyiladi. Daryo bilan Isroil chegarasidagi hudud Livan umumiy maydonining qariyb 10dan 1 qismini tashkil etadi. Isroil rasmiysi chegaradagi xavfni butunlay yo'q qilish uchun G'azo sektoridagi Rafah va Bayt Hanon shaharlarida qo'llangan usuldan foydalanishini ta'kidladi. Chegara yaqinidagi qishloqlarda joylashgan barcha uylar vayron qilinadi. Bu shimoliy hududlarimiz aholisi uchun xavfni butunlay bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladi, dedi Katz. 2 mart kuni Isroilning Hizbullohga qarshi boshlagan keng ko'lamli hujumidan buyon Livanda 1,200,000 dan ortiq kishi o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1200 dan ziyod kishi halok bo'ldi. Livan ijtimoiy ishlar vaziri Hanin Said Reuters agentligiga bergan intervyusida Isroilning quruqlikdagi operatsiyasini yerlarni tortib olish deb atadi va bu livanliklarning uzoq muddatli qochqinlikda qolib ketish xavfini kuchaytirayotganini bildirdi. Eron AQSh va Isroil bilan urushni tugatishga tayyor, biroq bu faqat Eron qo'ygan shartlar bajarilgandagina amalga oshiriladi. Bu haqda mamlakat prezidenti Mas'ud Pezeshkian ma'lum qildi. Unga ko'ra, Eron urushni faqat bitta shart bilan yakunlaydi, ya'ni mamlakatga qarshi hujumlar to'xtatilishi kerak. Pezeshkianning ta'kidlashicha, AQSh va Isroilning harbiy harakatlari xalqaro huquqni buzuvchi misli ko'rilmagan jinoyatdir. U shuningdek hujumlardan oldin Eron muzokaralarni halol olib borganini aytgan. Eron prezidentining bildirishicha, AQSh harbiy bazalari joylashgan davlatlar bu bazalardan Eronga qarshi hujumlar uyushtirilishining oldini ololmagan. Uning so'zlariga ko'ra, mojaroni tugatishning yagona yo'li agressiyani to'xtatish. Agar xavfsizlik kafolatlari berilsa, Eron urushni yakunlashga tayyor. Shuningdek, Eron vakillari Yevropa davlatlarini hozirgi yondashuvdan voz kechib, xalqaro huquq asosida professional hamkorlik qilishga chaqirgan. Sabr chegarasiga yetdi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi rasman urushga kirmoqchi. Birlashgan Arab Amirliklari AQShga Hormuz bo'g'ozini harbiy yo'l bilan ochishda yordam berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirligi bu operatsiyani qonuniylashtirish uchun BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini ilgari surmoqda. Shu bilan birga amirliklar Yevropa va Osiyo davlatlarini bo'g'ozda kemalar xavfsizligini ta'minlash uchun harbiy koalitsiya tuzishga chaqirmoqda. Agar bu amalga oshsa, Birlashgan Arab Amirligi Fors ko'rfazi davlatlari orasida birinchi bo'lib, Eron bilan urushga rasmiy ravishda kirgan davlatga aylanishi mumkin. Manbalarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirligi o'zining harbiy imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqib, bo'g'ozni minalardan tozalash ishlarida ham qatnashishga tayyor ekanini bildirgan. Shuningdek, ayrim arab rasmiylarining aytishicha, Birlashgan Arab Amirligi AQShdan Fors ko'rfazidagi orollarni, jumladan Abu Musa orolini egallashni talab qilmoqda. Bu orol qariyb yarim asrdan beri Eron nazoratida, ammo Abu Dabi tomonidan da'vo qilinadi. Nashrning ta'kidlashicha, bu Birlashgan Arab Amirligi tashqi siyosatida tub o'zgarish hisoblanadi. Urushdan oldin amirliklar AQSh va Eron o'rtasida vositachi bo'lishga harakat qilgan edi. Xitoy va Pokiston Erondagi urushni tugatish bo'yicha reja ishlab chiqdi.
Xitoy va Pokiston Erondagi urushni zudlik bilan to'xtatishga hamda imkon qadar tezroq tinchlik muzokaralarini boshlashga chaqirdi. Seshanba 31-mart kuni Pokiston yuqori martabali rasmiylarning Pekinga tashrifidan so'ng har ikki davlat Fors ko'rfazi va Yaqin Sharq mintaqasida tinchlik va barqarorlikni tiklash bo'yicha qo'shma tashabbusni e'lon qildi. Xitoy va Pokiston mojarolar kuchayib ketishining oldini olish maqsadida vositachilik qilishga intilmoqda. Xususan Islomobod AQSh va Eron o'rtasida muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyorligini bildirgan. Xitoy poytaxtida Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoqdor o'z hamkasbi Van I bilan uchrashdi. Pekin bayonotiga ko'ra, tomonlar Eron atrofidagi vaziyat bo'yicha strategik aloqalarni mustahkamlashga va tinchlikni targ'ib qilish uchun yangi sa'y-harakatlarni amalga oshirishga kelishib olgan. AQSh muzokaralar davom etayotganini da'vo qilayotgan bo'lsa-da, Eron buni rad etmoqda. Shunga qaramay har ikki hukumat muloqot va diplomatiya mojarolarini hal qilishning yagona varianti ekanini biladi. Xitoy va Pokiston tegishli tomonlarning muzokaralar boshlashini qo'llab-quvvatlaydi. Bunda barcha tomonlar nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish majburiyatini olishi hamda muzokaralar paytida kuch ishlatishdan yoki kuch bilan tahdid qilishdan tiyilishi lozim, deyiladi bayonotda. Ishoqdor Pekinga kelishidan oldin 29-mart kuni Saudiya Arabistoni, Misr va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Xitoy Eronning asosiy hamkori bo'lsa-da, Tehronga harbiy yordam ko'rsatishni e'lon qilmadi. Aksincha, o't ochishni to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Tramp urush 2 yoki 3 hafta ichida tugashini aytdi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi yaqin 2-3 hafta ichida tugashi mumkin. Bu haqda prezident Donald Tramp 1-aprel kuni Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Eronga hujumlar mamlakat rahbariyati bilan kelishuv tuzilmagan taqdirda ham to'xtatiladi. Ularda rejim o'zgardi. Bu mening rejamda yo'q edi. Mening bitta maqsadim bor edi. Ularda yadro quroli paydo bo'lishining oldini olish va bu maqsadga erishildi. Biz ishni tugatyapmiz va bu 2 hafta, ehtimol yana bir necha kun davom etadi. Ularda bor bo'lgan hamma narsani yo'q qilmoqchimiz, dedi Tramp. AQSh prezidenti kelishuvga erishilgach urush ertaroq tugashi mumkinligini tan oldi. U Eron hukumatı buni juda xohlayotganini aytdi. Biroq Tramp kelishuvga erishish yoki erishmaslik fakti farqlanmasligini ta'kidladi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Amerika va Isroil hujumlari boshlangandan keyin Eron tomonidan Hormuzning Yevropa kemalari uchun yopilishi AQShning muammosi hisoblanmaydi. Agar Fransiya yoki boshqa biror davlat gaz yoki neft olishni istasa, ular Hormuz bo'g'ozidan o'tib o'zlariga g'amxo'rlik qilishi mumkin. Bo'g'ozda sodir bo'layotgan voqealarning bizga aloqasi yo'q, dedi u. AQSh prezidenti Yaqin Sharqda urush va Hormuz bo'g'ozi blokadasi tufayli neft narxi 50% ga keskin oshishiga izoh berdi. Trampning fikricha, AQSh tez orada Eronga hujumlarni to'xtatishi bilan narxlar keskin tushib ketadi. Trampning bu bayonotlari uning avvalgi tahdid va ogohlantirishlariga zid. Xususan AQSh prezidenti Hormuz bo'g'ozini ochishni talab qilib kelayotganda, hatto buning uchun quruqlikdagi qo'shinlarni jalb etish ehtimolini ham inkor etmagan.